You need to study like a professional journalist. NYP AQSh Maduroga qarshi operatsiya paytida noma'lum maxfiy quroldan foydalangan. Guvoh Amerika maxsus kuchlarining hujumini jang emas, balki qirg'in deb ta'rifladi. 3-yanvar kuni AQSh Delta Force tomonidan Venezuela prezidenti Nicolas Maduro va uning rafiqasi Celia Floresni qo'lga olish uchun o'tkazilgan reyd paytida AQSh sirli ovozli quroldan foydalangan, deb xabar berdi New York Post nashri 10-yanvarda. Maduroning qo'riqchilaridan birining so'zlariga ko'ra, operatsiya mahalliy vaqt bilan soat 2 atrofida boshlangan. Avvaliga barcha radarlar xiralashgan, keyin o'nlab dronlar osmonni to'ldirgan, keyin esa taxminan 8 ta vertolyotlar jami 20 ga yaqin AQSh maxsus kuchlari askarlarini qo'ndirishga muvaffaq bo'lgan. Bir parit ular bir narsadan foydalanishgan. Bu juda kuchli ovoz to'lqini edi. To'satdan boshim ichkaridan portlayotgandek his qildim. Hammamizning burnimizdan qon keta boshladi. Ba'zilarimiz qon qusayotgan edi. Biz yerga yiqildik, qimirlay olmadik, deb bo'lishdi guvoh. Venezuelalik harbiy xizmatchining so'zlariga ko'ra, hujum jang emas, balki qirg'in bilan boshlangan. Avvalroq 10-yanvar kuni Rossiyaning Karakasdagi elchisi Sergey Melik Bagdasarov AQShning Venezuela prezidenti Nicolas Maduroga qarshi operatsiyasini o'ta shafqatsiz deb ta'riflagan va bu begunoh odamlarning o'limiga olib kelganini ta'kidlagan edi. 3-yanvarga o'tar kechasi Karakasda bir nechta portlashlar sodir bo'ldi. Ulardan ba'zilari poytaxtning janubida, harbiy baza joylashgan joyda sodir bo'ldi. Shuningdek, Mayketsiyadagi Simon Bolivar aeroportida va La Guaira portida portlashlar haqida xabarlar bo'lgan. CNN telekanalining xabariga ko'ra, portlashlar bilan birga Karakasda pastdan uchayotgan samolyotlarning ovozi ham eshitilgan. Mamlakatda favqulodda holat e'lon qilindi. The New York Times gazetasining xabariga ko'ra, AQShning Venezuelaga zarbalari natijasida kamida 80 kishi halok bo'ldi. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Trump Venezuelaga qilingan hujumlarni tasdiqladi va prezident Nicolas Maduro va uning rafiqasi Celia Floresni qo'lga olingani va lavozimidan chetlatilganini e'lon qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Maduroning majburiy lavozimidan chetlatilishini mustaqil davlat suverenitetiga qarshi qabul qilib bo'lmaydigan hujum deb atadi. Vazirlik Washingtonni Venezuela prezidenti va uning rafiqasini ozod qilishga chaqirdi. 5-yanvar kuni Maduro sudga tortilishi uchun Nyu-Yorkdagi federal sudga olib kelindi. Sud majlisida Maduro o'zini halol inson deb e'lon qildi va na u, na uning rafiqasi Celia Flores ularga qo'yilgan ayblovlarni tan olmadi. Maduroning keyingi sud majlisi 17-mart kuni AQShda bo'lib o'tadi. Agar siz dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar va voqealardan xabardor bo'lishni istasangiz, bizning Dunyo nigohi kanalimizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.